Ko'p yillarga Zaynabdan ishda ilk klasslar chiqardi, o'quvchilarimizni o'zlarini istagan bo'lib tinglashganini, turli kasb egalari ko'rib xursand bo'ldi. Hammani ana shu o'quvchilarning hammasini shunday yaxshi kunlarga yetkazgan. Mana ustozimiz bo'lgan Zaynabning otasi, hammamiz ustozimiz. Xudoy umringiz uzoq bo'lsin. Sizning yo'lingizni bergan hammamizga. Hammamizga mana shunday yubileylarda bolalarimizni, o'quvchilarimizning yubileylarida qatnashmoq nasib etsin. Zaynabning umrlarini ulug' beylar, Zaynab Chiqarim 55 yıllık yubileyi yaşı kutlu olsun. Ustoz, şu tavallud kun bilan sizdan tabriklayman. Sizning yaşınızda bilsin, sizning yolunuzda bilsin. Bizlarga shu sinf rahbarchilik qildingiz, rahmat. Ta'lim tarbiyangiz uchun rahmat. Zaynab bilan birga bog'chada bo'lib, maktabda birga o'qidik, birga ishlayotganmiz. Zaynab ishlarida omad tilayman, charchamag'aysan. Shu bolalarning, qizlarning rohatini ko'rgaysan. Hacı ona, hacı ota bo'laysizlar, sirdoshlarım tabriklayman. Dunyoda muallim bo'lmasa agar, hayot ham bo'lmasdi bunchalar go'zal. Assalomu alaykum. Mana bugungi ana shunday go'zallik yaratuvchi ustozlarni ulug'lovchi tadbir ishtirokchilari. Mana shunday dunyoga yaxshilik urug'ini sochuvchi, ezgulik urug'ini sochuvchi ustozlarimizdan, mana ustozlarning otasi, ustozimiz birinchi ustozim, bizning ustozimiz bo'laka. Sizni ham mana shunday ayyom bilan tabriklayman. Hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday farzandlaringizning yaxshi kunlarini ko'rib yurish nasib qilsin. Bizga shuncha ta'lim tarbiya berdingiz. Mana shunday go'zal ustoz bo'ldik. Buning uchun sizga rahmatlarimni aytaman. Hamisha ta'zimdamiz siz uchun. Sizning sohangizda rus tili bo'yicha olimpiadalarga borar edim. Faxriy o'rinlarni oldik sizning. Mana shunday xizmatlaringiz uchun, sizning bizga bergan ta'lim tarbiyangiz uchun hamisha ta'zimdamiz va minnatdorman. Mana Zaynab dugonaim, chiqarim, do'stim, qadrdonim, yoshlikdan mana birga o'sdik, birga bir sinfda o'qidik, ta'lim tarbiya oldik, mana bir kasbda ishlab, bir maktabda ana shunday sohada faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Bir yerda o'nib o'sdik, sinfdoshlarga turmushga chiqdik. Mana shu yerda baxtimizni topdik. Seni mana shunday kunlarda ham mana bir-birimizni qutlab o'tirish, bir-birimizni tabriklab kelish nasib qilibdi. Buning uchun Allohga shukronalar keltiraman. Senga hamisha mana shu yubileying bilan tabriklagan holda uzoq umr tilayman. Ikrom bilan qo'shaqar farzandlaringizning rohatini, baxtini ko'rib yurish nasib qilsin. Ana shu qo'shaloq kelinlarni olib nabiralar, yuvaralar suyib, ularning ardog'ida o'ynab turib hajota hajim momo bo'lib yurish nasib qilsin. Yana bir marta muborak bo'lsin. Zaynab Chiqarimni 52 yubileyi munosabati hammamiz shu yerga kelganmiz. Men shu katta oilalarni Zaynab do'stimizga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Shu ikrom bilan qo'shaqari bolalarni, qizlarni oqibatini rohatini ko'rib yursin. Yana ko'p yillar birga shu davrada o'tirishda, birga 55 yosh yubiley qutlu bo'lsin. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Sizlarga omad, ana shu ishtirokchilar farzandlaring haqida ko'rib yuravering, to'ylarda yaxshi kunlarda o'tirishni nasib etsin. Tabriklayman. Uzoq bo'lsin qo'shaqarlar. Bana
Niyetler kavadasıları Allah'ın niyetlerinde Allah'ın özü yetkazır. Vakti saati bilen sizlerden kanallarımızdaki toy amaçlıdan uygulayacağım ders yapıyoruz. Azgın sınıf okuyucusu Qo'chqarova Zeynep To'liyevani 55 yoshga to'lishi munosabati bilan va ta'lim sohasidagi shaxsiy yutuqlari uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriylik bilan taqdirlanadi. Endi maktabimiz jamoasi, kasaba uyushma hamda jamoa tomonidan bir kichik bugungi sanamizda sovg'amiz bor. Sovg'ani topshirishga ruxsat etishlarini ustozga ehtirom deb tashkillashtirib bergan 48 maktab direktoriga, maktab jamoasiga, kollektiviga, hammasiga man rahmat aytaman. Shu Zaynab xonimning shu yubileyini shunday tashkillashtirib, mehnatlarini inobatga olib o'tkazib berayotganingiz katta rahmat. Shu Zaynab xonim zamonlar tilayman. Hamisha yanimda birga bo'lib yadro bilsin, tamoqlar maktabda birga o'qidim. Mehmonlar kelsa, mehmonimiz ishqilib hamma narsani ko'ryapmiz, Qur'onni sherik bo'lib birga yuribmiz. Xudoy bundan hayotimizda birga yurgaymiz, farzandlarni qamaldan ko'rib turgan narsa qilaversin. To'yimda qatnashib o'tgan ustozim ham otam, davlatim otam. Shunday kunda qatnashib tabriklab, she'r o'qitgan uchun rahmat sizlarga. Hamma qatnashib qolgan yaqinlarim, do'stlarim, dugonalarim, boshlang'ichlarim. Mana bugun shu 48-maktabda shunday tantana bo'layotgan ekan. Buni sababchisining o'zim bo'lsam, 55 yoshimga to'lganiga hali ham ishonmayapman. Hali ham ko'nglim kechagina ishga kelgandek, birinchi darsni boshlagandek bo'lyapman. Avvalo ana shu tadbirni tashkil qilgan do'stlarimga, jamoamizga, direktorimiz Barmurod Muxtorovga rahmatimni aytaman. Barchangizga mana shu men 1992-yildan boshlab, 3-sentyabrdan boshlab ish boshlagan bo'lsam, ana shu dargohdan qanchadan qancha ustozlarimiz o'tib ketdi. Ustozlarimizga ruhlari shod Allohimga shukr. Turibman qaddim kelib. 55 ga kirib qolibman, ortda qolibdi yoshlik.
O'tmishimdan, hayotimdan nolimayman. Baxtiyorman, baxtliman bu kun. Sevgan yorim yonimda, farzandlarim ardog'imda. Ona degan buyuk zotga, ustoz degan sharaf shonga erishibman men bugun Allohimga ming shukr. Shunday ekan